O'rtoqlar, Qalqon mahallaga kelganmiz. Yashnobod 58-A harbiy shaharchasi. Shundoqqina 339-maktab yonida joylashgan 5 qavatli yangi qurilgan g'ishli novostroyka binomizni birinchi etajda joylashgan 84 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon. Xonadonimiz kirib yashashlik uchun tayyor. O'zini parkovkasi shaxsiy, bolalar o'ynash maydonchasi, keng shunaqangi tinch hovlisiga ega. Videoni o'tkazib yormanglar, olib kirib ko'rsatamiz. O'rtoqlar, uyga kirganimizda shunaqangi prixoshka, ya'ni hol kutib olyapti. O'ng qo'limizda o'zini shkafi, kiyinish uchun oynaklari bilan oyoq kiyim qo'yish uchun mebellari ham yasatib qo'yilgan. O'ng qo'lda kirganimizda umumiy katta zal, ko'pgina mehmonlar kutib olishligi uchun chiroyli aboylar, oyoqdagi parket, chiroyli qandillar ham ilib qo'yishgan, tashqariga qaragan oynaklari mavjud. Eshiklarimiz ham MDF qilingan, hamma eshik o'zgartirib, almashtirishgan ekan quruvchidan olib. Chap qo'lda oshxona qismi. Oshxonamiz ham tashqariga qaragan oynaklari bor. Bolalarni bemalol bolalarning tashqarida o'ynayotganini kuzatib tursalar bo'ladi, ayniqsa ayollarga taalluqli. Uy isitish tizimimiz duv kontrasida har bitta xonaga отопление, ya'ni radiator qo'yib chiqilgan. Keng koridor. Koridorlari ham odatdagidek kichkina emas, keng ko'rib turganlaringda. Chap qo'lda yana bitta katta yotoqxona yoki-da ikkiga bo'lib katta ikkita detskiy qilib qo'ysalaring bo'ladi. Buni ham o'zini tashqariga qaragan aynaklari bor. Aynalar hamma to'liq akfaga o'zgartirilgan. Odatda akfa emas, prostoy taxta rom eshik qo'yib qo'yishadi ustalar. Ro'parada sanuzel, ya'ni hammomi. Yonginasida hojatxonasi. Buni yonida esa kattalar uchun yotoqxona. Ko'rib turibsizlar, yotoqxonaning o'zini shkaflari qoldiriladi. Mebellarni olib chiqib ketamiz deyapti. Buni ham tashqariga qaragan oynaklari bor. O'rtoqlar, uyimizni qisqacha obzor qildik. Mebel texnikalaridan faqatgina prixoshka shkaflari, ichkaridagi shkaflari, kuxonniy mebellari to'liq qoldiriladi. Konditsioner ham albatta. Qolgan mebellarni olib chiqib ketishar ekan, yoki-da kelishsalaring bo'ladi. Uy ma'qul keladigan bo'lsa, do'stlar, pastda aloqa nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqib savdolashsalaring bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa, o'rtoqlar, uyda egalari bilan talashib tortishib 88 mingga ko'ndirib qo'ydik. Yana kelishiladigan joyi ham bor. Videoga like bosib, bizni kuzatishda davom etinglar.